Assalomu alaykum qarindoshlar. Oldingi soat darsimizda biz yan o'tirisini o'rganib chiqdik. Unda bo'lsa bu soatlik darsimizda munosabatli bo'lgan mashqlarga bir qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, birinchi savol nima debdi? Bu yerda G shunama ABC degan bu 3 bo'lingning nimasi? Eg'irlik markazi deb biribdi shunama. Andan keyin AD BC ga tik tushadigan 90 gradus. Andan keyin AG ning uzunligi 10, bu yerdagi BD ning uzunligi 12 debdi shunama. Unda bo'lsa oldingi soat o'rganganimizga asosan shunama. Bu eg'irlik markazi bo'lsa yani bu yerdeki AG'nin uzunluğu 10 bolsa, bu yerdeki GD'nin uzunluğu neçe buludu? Bu 10'ның yerimi. Şundama 5 buldu degan gap. Unda bolsa yana qaraydigan bolsak, bu yerde bir 90 gradusluk şundama tik bulunluq 3 bulun bakken BDG deb. Unda bolsa bu yer 5, bu yer 12 bolsa, BG'nin uzunluğu neçe buldu? 13 buludu şundama. Bizden nimeni soraptı? GE'nin uzunluğu teng x, onda bolsa x teng neçe depti. Bu yer 13 bolsa, şundama GE'nin uzunluğu degen, bu yerdeki BG'nin uzunluğunu 2 ga böletkenga teng. Onda bolsa 13 ni 2 ga böletsem, qaysi? C cevap şundama 2 dan 13 degan gap mana. Keyingi savol qarab boqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda ABC deb bir 3 bo'long beribdi shundami? Nima debdi? G degan bu 3 bo'longningki eg'irlik markazi ekan. Unda bo'lsa AE 6 shundami? GE 8. Bu yerdagi GD ning uzunligi teng x qani? GD ning uzunligi teng x teng necha? Shundami? Unda bo'lsa qaraydigan bo'lsak, bu bir tik bo'lonliq 3 bo'long ekan, bu yer 90 gradus. Bu ikki tik taraf 6 8 bo'lsa, AG'nin uzunluğu neçe buludu? 10 buludu. Bunda olsa GD'nin uzunluğu degen AG'nin uzunluğunun yerimi. Şundama 10'ni 2'ye böletken vaxtında neçe? 10'ni 2'ye bölsem 5. Şundama qaysi cevap? D cevap degen gap. Bunda olsa x'ten 5 mana. Keyingi savol qarab boqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir 3 bo'long bor ekan shundami? 3 bo'long ABC. Anandaki nima debdi? Bu yerda o'xshash G degan 3 bo'longningki eg'irlik markazi. Eg'irlik markazi degan qanday hosil bo'ldi? Mushta bir 3 bo'longdan shundami? 3 tal yan o'ttirisining o'zaro kesishi orqali hosil bo'lgan bu nuqtani biz nima deydik? Eg'irlik markazi deb ataydik shundami? Yana qaraydigan bo'lsak, bu bo'long 90 gradus ekan bu yerda. Nima debdi ondan keyin BC ning uzunligi teng x, unda bo'lsa x teng necha debdi. Qanday qilamiz bu savolni? Men bu yerdagi AG ne? Şunama bu bir yan o'ttirisi, bunu davamlı uzartıp pastga tushirma. G degan eg'irlik markazi bo'lsa, bu yerdagi G men bu nuqtani masalan E deb olay. Shunama GE ning uzunluğu qanday bo'ldi? 5 bo'ldi shunama 10 ning yerimi degan gap. Unda biz qaraydigan bo'lsak, BCG degan bu bir tik bo'lonliq 3 bo'long shunama. Bu degan yana AE degan BC ni qanday o'ttirdan 2 parcha qilib etgan bir yan o'ttirisi. Yani bu yerdagi BE bilan EC birisi-birisiga teng. Unda bo'lsa BCG degan bu bir tik bo'lonliq 3 bo'long shundami? Bu yerdagi E degan BC degan bu yan tarafning tam o'ttirisida bo'lsa qanday alaylikligi bo'ldi? Bu yerdagi BE ning uzunluğu necha? 5 bo'ladi. EC ning uzunluğu 5 bo'ladi shundami? Buni yana bir tekrar qilib o'taylik. Men bu yerga bir siz o'tay. Masalan, mushta bir tik bo'lonliq 3 bo'long bo'lsin shundami? Bu bo'long 90 gradus. Unda bo'lsa biz buni qanday? Bu bo'longni A deb olay, buni B deb olay, buni C deb olay masalan. Bu yerdagi D degan bu nuqta shundami? BC ningki o'ttirisida bo'lsin. Unda 90 gradusda bu yer shundami? AD ni tutashtirgan vaqtimda, yana bu yerdagi bu 3 tal siziq shundami? BD, CD, AD birisi-birisiga o'zaro teng bo'ladi. Unda bo'lsa BC degan shundami? 5 qo'shilgan 5 necha bo'ladi? 10 bo'ladi. Shundami? Qaysi? B javob mana. Keyingi savol qarab boqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, ABC deb bir 3 bo'long beribdi shundami? Bu yerda BD bilan CD birisi-birisiga teng deb beribdi. Demak, AD degan bu ABC degan bu 3 bo'longningki yan o'ttirisi shundami? Unda bo'lsa 2AB teng AC ekan. Ya'ni AB ning uzunligini 2 ga ko'paysam, qanday? AC ning uzunligi 8 ga teng bo'lgan. Bu 4, bu 8 deb beribdi. Andan keyin AD, ya'ni bu yan o'ttirisining uzunligi yiltiz osti 31 shundami? Unda bo'lsa BC ning uzunligini toping debdi. Saat dersimizde öğrengenimiz shundami? Bu yerdagi A degan bu yan o'ttirisi. Unda bo'lsa qanday bir formula botdi? 2 ko'paytirilgan shundami? Yan o'ttirisining nimasi? Kvadrati nimaga teng bo'ldi? Bu 2 yanninki kvadratining yig'indisidan shundami? 4 ning kvadrati qo'shilgan 8 ning kvadratining yig'indisidan bu yerdagi qarshi tarafninki uzunligining kvadratining shundami? Yerimi degan gap. Yani biz bu yerdagi BC ning uzunligini shundami? Nima deb olamiz?
X deb olsam. Unda bo'lsa bu x'ni bir yechib baqayli. Qaraydigan bo'lsak 2 ko'paytirilgan shunami 31 qo'shilgan 16 qo'shilgan 64 elingan 2 dan x ning kvadrati shunami. Unda bo'lsa bu yerga 62 bu yerga 80 bo'lib ketdi. Elingan 2 dan x kvadrat. Unda bo'lsa 2 dan x kvadrat tang bu yerga necha bo'lib ketdi? 18. Unda bo'lsa x ning kvadrati tang 36. Unda bo'lsa x tang necha? 6 degan gap shunami. Unda bo'lsa bu yerga x chiqdi. Qani D javob shundami? Keyingi savolimiz qarab baqayli. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir 3 bo'lon berib turishmi? A, B, C deb, andan keyin bu yerda yana G. Qanda eg'irlik markaz ekan shundami? Andan keyin nima debdi? FG ning uzunligi. Qani bu yer 2 shundami? Andan keyin 6 deb turgan FC ning uzunligi 6, FE ning uzunligi tang x shundami? FE tang x. Men buni boshqa qalam bilan sizolay. Bu yer x, andan keyinchi GF ning uzunligi y ga tang debdi. Qani GF ning uzunligi y ga tang. Biz bu xil tipdagi 3 bo'lonni oldingi soat darsimizda ko'rib bo'ldik shundami? Bu yan o'ttirisi degan darsimizda nihoyatda muhim alaydiliklardan birisi edi. Unda bo'lsa masalan bu yerdagi GF ning uzunligi 2 bo'lsa, bu yerdagi GF ning amaliyotda bu yerga 2 tal harf berib qo'yibdi shundami? Bu yerda bir kichik xatolik bor ekan. Unda bo'lsa bu uzunlik, ya'ni GF ning uzunligi 2 bo'lsa, past bu yer qanday bo'ldi? GF bu 2 ning 2si. Unda bo'lsa y tang 4 degan gap shundami? Yana bir narsaga qaraydigan bo'lsak, bu G degan eg'irlik markazi bo'lsa, qanday bir alayligi bor? Bu yerdagi D degan AB ning o'ttirisi, bu yerdagi E degancha AC ning o'ttirisi shundami? Unda bo'lsa, bu yerdagi D bilan E ni tutashtirgan vaqtimda DE degan bu siziq 3 bo'lon ABC ninki markaz sizig'i bo'ldi shundami? Bu yerda qanday bir alayligi bor? DE bilan BC parallel bo'ladi shundami? DE ninki bu uzunlik qanday bo'ldi? BC degan bu yan tarafninki yarimiga teng shundami uzunligi. Unda bo'lsa yani DE ning uzunligi BC ning uzunligining yarimiga teng hamda bu yerdagi FE ning uzunligi FC ning uzunligining yarimiga teng bo'ldi. Unda bo'lsa x teng 3 degan gap. Bizning nimani so'rabdi? X qo'shilgan y teng necha? 4 ga 3 ni qo'shsam necha bo'ldi? 7 shundami? Keyingi savol qarab baqaylik bo'lsa, ABC deb mushta bir 3 bo'lon berib turishmi? G degan bu 3 bo'lonniki eg'irlik markazi debdi. Unda bo'lsa AB teng qani 2, bu yer 4, bu yer 4 shundami? Ondan keyin AG ning uzunligi, ya'ni bu bo'londan eg'irlik markazigacha bo'lgan oraliq x ni teping deb turishmi? Unda bo'lsa qanday qilamiz bu savolni? Men bu AG ni shunda bir uzartgan vaqtimda bu pastga tushidi, shundami? Unda bo'lsa buni bir uzartaylik. Mana uzartdim. Qaraydigan bo'lsak, unda bo'lsa bu AG ning uzunligi x bo'lsa, men bu nuqtani D deb olay. GD ning uzunligi qanday bo'ldi? X ning yarimi. Shundami? 2 dan x bo'ldi. Unda bo'lsa AD degan bu yan o'ttirisi toplam uzunlik necha bo'ldi? 2 dan 3 x bo'ldi. Shundami? Biz oldingi soat darsimizda o'rganib bo'lgan. Ya'ni qanday bir muhim formula borda 2 ko'paytirilgan shunami yan o'ttirisininki uzunligining kvadrati, ya'ni 2 dan 3 x ning kvadrati nimaga teng bo'ldi? Bu ikki tarafninki uzunligining kvadratining yig'indisi shunami? Ya'ni 2 ning kvadrati qo'shilgan 4 ning kvadrati elbetimiz bu yerdagi bu bo'lonning qarshi tarafi bo'lgan shunami? 4 ning kvadratining yarimi. Unda bo'lsa buni yechgan vaqtimda bu yerdagi x chiqdi shunami? Unda bo'lsa 2 ko'paytirilgan 4 dan 9 x kvadrat teng necha? 4 qo'shilgan 16 elingan 4 ning kvadrati 16 2 ga bo'lsam necha? 8. Unda bo'lsa 2 ko'paytirilgan 4 dan 9 x kvadrat shunami? 4 ga 16 ni qo'shsam 28 ni chiqarsam 12. Unda bo'lsa buni bir qisqartib o'taylik shundami? Bu yerda 2. Unda bo'lsa 2 dan 9 x kvadrat teng necha? 12. Unda bo'lsa x kvadrat deganim shundami? 12 ko'paytirilgan 9 dan 2. Unda bo'lsa x kvadrat teng necha bo'ldi? 9 dan 24. Asti usti qisqaramdi? Albatta 3 ga bo'lib o'tgan vaqtimda 3 dan 8 bo'lib ketdi shundami? Unda bo'lsa x teng necha? Yiltiz asti 3 2 yiltiz asti 2. Bir kasrlik ifodada maxrajda yiltiz qilib qolsa bo'lmaydi shundami? Unda bo'lsa asti ustiga yiltiz asti 3 ni ko'paytgan vaqtimda 3 2 yiltiz asti 6. Qani C javob shundami? Undaqda javob qanday? X teng 3 dan 2 yiltiz asti 6 shundami? Mana javob chiqdi. Keyingi savol qarab baqaylik bo'lsa,
Qaraydigan bolsak, bu yerda bir to'l 3 bo'lib turibdi. Shunama ABC deb, anandan keyin yana qanda eg'irlik markazi ekan. Anandan keyin nima debdi? Bu bo'lingga teng shunama. Unda AG degan bu bo'lingning nimasi? Bo'ling o'ttirisi. Shunama. Anandan keyin bu yerda nima debdi? ADG degan bu yoq qog'liq bu 3 bo'lingniki yuzini teping. Shunama. Bu yer 4, bu yer 12 ekan. Qanday qilamiz bu savolni? Men bu yerdagi AG degan bu bo'ling o'ttirisi ham yon o'ttirisi shunama. Bu siziqniki ikki tal alaylik bor. Ya'ni bu siziq bu bo'lingni o'ttirisini ikki parcha qilib o'tkazishga biz bu siziqni qanday men buni masalanga deb olsam shunama. AE bu bo'lingniki bo'ling o'ttirisi bo'ldi. O'xshash bir shaklda bu yerdagi G bu 3 bo'ling ABC'ning eg'irlik markazi bo'lganligi uchun bu yerdagi AE degan bu siziq bu ABC degan bu 3 bo'lingniki yon o'ttirisi bo'ldi. Shunami? Undaq bo'lsa, bu savaldagi eng halqiliq yer keldik degan gap. Yana bir qarab baqayli. Bu yerdagi AE degan bu siziq yon o'ttirisi, shundami? Ya'ni BE bilan CE ning uzunligi birisi-birisiga teng degan gap. AE degan bu siziq bu bo'lingniki bo'ling o'ttirisi. Agar bir 3 bo'lingda shundami? Bir bo'lingning bo'ling o'ttirisi qarshi tarafni birisi-birisiga teng bo'lgan ikki parchaga bo'lib olsa, bu qanda ABC degan bu 3 bo'ling alayda bir 3 bo'ling. Ya'ni qanda teng yonliq 3 bo'ling bo'ladi. Ham AE degan bu tuz siziq qarshi tarafga 90 gradus tushgan bo'ladi degan gap. Undaq bo'lsa, biz ABC degan bu 3 bo'lingning yuzini qanday topamiz? BC degan asosi bo'ladi. Shundami? Bu yerdagi AE degan tik 90 gradus tushganlik uchun bu bir egizlik bo'ldi. AG 4 bo'lsa, bu yerdagi GE degan 2. Shundami? Unda bo'lsa H teng 6, ya'ni A teng necha? BC ning uzunligi 12 degan gap. Unda bo'lsa, bu yerdagi alan ABC deb yoziladi. Shundami? 3 bo'ling ABC ning yuzi 12 ko'paytirilgan 6 ko'paytirilgan 2 dan 1 teng necha bo'ldi? 36 bo'ladi degan gap. Navbatda qanday qilamiz? Bizdan ADG bu 3 bo'lingniki yuzini so'rab degan shundami? C bilan G ni tutashtirib qo'yapti. Men bu yerdagi BG ni shundoq bir tutashtiray. Masalan, shunda tutashtirdim. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda bu S bo'lsa, shundami? Buni shunda uzatgan vaqtimda bu yer S bo'ladi, bu yer S bo'ladi, bu yer S bo'ladi, bu yer S bo'ladi, bu yer S bo'ladi deb oldingi soat darsimizda ko'rib olgan edik. Yana bu yerdagi ABC degan bu 3 bo'lingniki yuzini 6 ga bo'lib o'tgan vaqtimda ADG ning yuzi chiqdi. Unda bo'lsa 36 bo'lingan 6 teng necha? 6 degan gap shundami? Mana javob chiqdi. Qaysi? C javob. Keyingi savol qarab baqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda ABC deb bir tik bo'lingli 3 bo'ling bor ekan, shundami? Andan keyin ADC qani bu bo'ling 80 gradus, andan keyin bu bo'ling 40 gradus, andan keyin AD ning uzunligi teng 3. Undaq bo'lsa, BC ning uzunligi necha bo'ladi deb so'rabdi. Biz oldingi soat darsimizda shundami? Bu xil tipdagi savollarni ko'rib o'tib ketgan. Unda bo'lsa, bu bir tik bo'lingli 3 bo'ling bo'lg'achqa shundami? BC ningki o'ttirisini tepib olsak, masalan men buni qanday bu nuqta o'ttirisi deb faraz qilgan vaqtimda buni shundoq bir tutash tutsam, bu yerda bir tik bo'lingli 3 bo'lingning alayligi shundami? Ya'ni bu uzunlik bilan bu uzunlik birisi-birisiga teng bo'ladi. Unda bo'lsa, bu AEC degan bu bir teng yonliq 3 bo'ling, bu bo'ling 40 gradus degan gap. 40 gradusga 40 gradusni qo'shib o'tgan vaqtimda bu bo'ling, ya'ni bu bo'lingniki tashqi bo'ling shundami? Necha chiqadi? 80 gradus. Unda ADE degan bu 3 bo'ling qaraydigan bo'lsak, 80 gradus, 80 gradus. Qanday 3 bo'ling? Teng yonliq 3 bo'ling shundami? Unda AD ning uzunligi 3 bo'lsa, bu yerdagi AE ning uzunligi 3 bo'ladi degan gap. Tik bo'lingli 3 bo'lingning alayligi shundami? Mushta bir tik bo'lingli 3 bo'lingda yon tarafni o'ttirisidan ikki parcha qilib o'tgan siziq bilan shundami? AE bilan CE ning BE ning uzunligi birisi-birisiga teng. Unda bo'lsa, ya'ni bu uzunlik necha? 3 degan gap. Unda bo'lsa, bu yerdagi BE ning uzunligi 3 degan gap. Unda bo'lsa, BC ning uzunligi 3 qo'shilgan 3 necha? 6. Shundami? B javob mana. Keyingi savollarimiz qarab baqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir to'l 3 bo'ling bo'libdi, shundami? ABC nim deb tanilgan keyin G degan eg'irlik markazi deb shundami? Unda bo'lsa, bu tik bo'lingli 3 bo'ling bu yer 90 gradus. Bu yerda qanday bir tik tushgan bir siziq bor ekan, shundami? GDAC ga tik tushibdi. Andan keyin nim debdi? Bu bo'ling 30 gradus, shundami? Bu yer 9. Unda bo'lsa, AD ning uzunligi teng x. Unda bo'lsa, bu x'ni toping. Shundami? Qanday qilamiz bu savolni? Men bu yerdagi BG ni shundami? Bu bir yon o'ttirisi, bu
Bunu shunda bir uzatgan vaqtimda bu yerga tushdi. Unda bo'lsa bu nuqtani men masalan E deb olay. Unda bo'lsa bu E degan AC'ninki o'ttirisi bo'ldi. Nimaga asosan E degan bu nuqta AC degan bu yan tarafning o'ttirisi bo'ldi? Chunki G degan eg'irlik markazi deb turibdi shundami? Eg'irlik markazi degan bir 3 bo'lingdagi 3 tal yan o'ttirisiniki kesishgan nuqtasi. Unda bo'lsa, yana tafsiliy qaraydigan bo'lsak, shundami? Bu yerdagi AE ning uzunluğu BE ga teng, BE ning uzunluğu degan CE ga teng. Shundami? Ya'ni bu uzunluq bilan bu uzunluq birisi-birisiga teng degan gap. BEC degan bu bir teng yanliq 3 bo'ling. Shundami? Unda bo'lsa bu bo'ling 30 gradus. 30 gradusga 30 gradusni qo'shib o'tgan vaqtimda bu bo'ling necha bo'ldi? 60 gradus bo'ldi. Shundami? Bu yer 90 gradus, bu yer 60 gradus, unda bo'lsa bu yer degan 30 gradus. 60 graduslik bo'lingga qarshi tarafi GD 9 bo'lsa, 30 graduslik, ya'ni bu bo'lingning qarshi tarafi bo'lgan DE ning uzunluğu necha bo'ldi? 9 bölüngen yıldız astı 3. Şunama 3 yıldız astı 3 bo'lib ketdi degan gap. Yani DE'nin uzunluğu 3 yıldız astı 3. Unda olsa GE'nin uzunluğu degan buni 2 ko'paytganga teng. Shunami 6 yıldız astı 3. Nima uchun? Chunki mushta bir 30 graduslik, 60 graduslik mushta bir tik bo'lingli ish bo'lganda shunami 30 graduslik bo'lingning qarshi tarafi yan tarafning yarmiga teng deb o'rgangan edik. Unda olsa GE'nin uzunluğu 6 yıldız astı 3 bo'lib ketsa, bu yerdagi BG'nin uzunluğu necha bo'ldi? Bunu 2 ko'paysam 12 yıldız astı 3. Unda olsa BE'nin uzunluğu degan 18 yıldız astı 3 bo'lib ketdi shunami? Yani bu yer amaliyotda AE'nin uzunluğu 18 yıldız astı 3 degan gap. 18 yıldız astı 3'ten bu yerdagi DE'nin uzunluğu necha? 3 yıldız astı 3'ni chiqarib olsam AD'nin uzunluğu aks qilib qoldi shunami? 15 yıldız astı 3. Qani cevap degan gap mana. Keyingi savol qarab boqaylik bo'lsa, bu yerda ABC deb bir 3 bilan birib toshnama, G degan yana eg'irlik markazi, anan ekan bu yer 90 gradus, bu yer 90 gradus shunami, BH ning uzunluğu 15 debdi. Men bu yerga yozib olay. Anan ekancha HC ning uzunluğu 9 shunami. Unda bo'lsa GH ning uzunluğu necha? X dan necha bo'ldi deb so'rabdi. Unda bo'lsa bu savolni qanday ishlaymiz? Men bu yerdagi AG ni shunda bir tutashtirib buni uzartsam, yani A ne shunamishda uzartdim masalan. Unda bo'lsa bu nuqtani biz qanday D deb olaylik. Yani BD ning uzunluğu degan CD ning uzunluğuga teng bo'ldi shunami? Chunki AD degan bu siziq nima? ABC degan bu 3 bo'lingdagi yan o'ttirisi. Unda bo'lsa bu yerdagi 15 ga 9 ni qo'shib olsam 24 shunami? 24 ni 2 ga bo'layotgan vaqtimda 12 degan gap. Yani BD ning uzunluğu 12, bu yerdagi CD ning uzunluğu mu 12 bo'ladi. Unda bo'lsa bu yerdagi DH, yani bu qisqa tarafning uzunluğu necha? 3 bo'lib ketdi degan gap. Unda bo'lsa biz yana qarab boqaylik. Bu degan bir tik bo'lingli 3 bo'ling shundami? BD CD AD ning uzunluğu birisi-birisiga teng. Unda bo'lsa AD ning uzunluğu mu 12 degan gap. Yani bu uzunluq 12. Undaq bo'lsa bu yerdagi GD ning uzunluğu degan bu yerdagi 12 ning 3dan biri shundami? 12 ning 3dan biri necha bo'ldi? 4 bo'lib ketdi. Unda bo'lsa bu yer 4, ya'ni GD ning uzunluğu 4. Men bu 3 bo'lingni bu yerga qayta bir sizib olay shundami? Mushta bir bu yer 4 bo'lib ketdi, bu yer 3 bo'lib ketdi shundami? Bu yer degan D, bu yer degan H, bu yer degan G. Bizdan nimani so'rabdi? GH ning uzunluğini topayam. Unda bo'lsa bu uzunluq x shundami? X ning kvadrati qo'shilgan 3 ning kvadrati teng 4 ning kvadrati. Unda bo'lsa x ning kvadrati degan 16 elingan 9. Unda bo'lsa x teng shundami? Yıldız astı 7. Qaysi? B javob degan gap. Keyingi savolimiz qarab boqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir tal 3 bo'ling turibdi shundami? ABC deb bir 3 bo'ling bor ekan. Ananiki nima debdi? Bu 2 bo'ling birisi-birisiga teng shundami? Bu 2 bo'ling birisi-birisiga teng. Yani CE degan bu bo'lingniki bo'ling o'ttirisi ekan shundami? Bu uzunluq 3, bu uzunluq 5 debdi. Oldingi soat darslarimizda biz bo'ling o'ttirisini o'rganib bo'lgan shundami? Yana qaraydigan bo'lsak, bu yer 3, bu yer 5 ekan. CE degan bu bo'lingning bo'ling o'ttirisi ekan. Unda bo'lsa AC'nin uzunluğunu AE'ga bölgünüm. Bu yerdeki BC'nin uzunluğunu BE'ga bölgünüm gittim. Onda olsa ben bunu 6K deb olaman. AC'nin uzunluğunu. Bu yerdeki BC'nin uzunluğunu neçe? 10K deb olaman. 6K'ni 3'ga bölsem 2K, 10K'ni 5'ga bölsem 2K. Birisi-birisiga tengmi? Albatta teng. Shundami? Unda olsa yana qaraydigan bo'lsak, bu bir tik bo'lingli 3 bo'ling shundami?
bu uzunluqning kvadratiga bu uzunluqning kvadratini qo'shib etsam, bu yan tarafningki uzunluqning kvadratiga teng. Unda bo'lsa 8 ning kvadrati qo'shilgan 6k ning kvadrati necha bo'ldi? 36k kvadrat. Shunami? Bu yerdagi 10k ning kvadrati degancha 100k kvadrat. Unda bo'lsa bu yerga 64, shunami? Bu yerga 64k kvadrat bo'lib ketdi. 64 bilan 64 qisqarib ketdi, shunami? Unda bo'lsa k teng 1 degan gap. K ni 1 tepib olgandan keyin bu yerdagi AC ning uzunluğu necha? 6. BC ning uzunluğu necha bo'ldi? 10 bo'ldi. Shunami? AD degan bu 3 bo'lin ABC ningki nimasi? Yan o'ttirsa, unda bo'lsa bu yer 5, bu yer 5, shunami? Bu uzunluq AD mi necha bo'ldi? 5 bo'ldi. Növbətdə qanday qilamiz? Men bu yerdagi D degan bu nuqtadan o'tkazib, shunami? AB ga parallel bo'lgan chiziqdan birini tatib olsam, masalan, AB ga parallel bo'lgan chiziq shunami? D dan o'tkazib, unda bo'lsa, mushta bir tal chiziq tatib olaylik. Men bu nuqtani masalan H deb olay. Qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi D degan BC ningki o'rtadagi bir nuqta shunami? Ya'ni DH bilan AB parallel bo'lsa, undaqda bu yerdagi DH degan qanday bo'ldi? BEC degan bu 3 bo'lonninki markaz chiziqi bo'ldi. Markaz chiziq bo'lsa qanday bo'ldi? Bu yerdagi DH ning uzunluğu shunami? BE ning uzunluğunun yarmiga teng. Ya'ni 2 dan 5 degan gap shunami? 5 ni 2 ga bo'lasam. Unda bo'lsa, yana qaraydigan bo'lsak, masalan bu yerdagi AD ning uzunluğu 5 shunami? AF ning uzunluğu x bo'lsa, bu yerdagi FD ning uzunluğu necha bo'ldi? 5 elingan x. Unda bo'lsa, biz navbatda naytı muhim bo'lgan bir narsa qaraymiz. Qaraydigan bo'lsak, AB bilan bu chiziq shunami? DH parallel. Unda bo'lsa, masalan bu bo'lon bilan bu bo'lon birisi-birisiga teng shunami? Bu bo'lon bilan, masalan bu bo'lon birisi-birisiga teng. Masalan bu bo'lon bilan shunami? Bu bo'lon birisi-birisiga teng. Unda bo'lsa, AEF degan bu 3 bo'lon bilan shunami? FDH degan bu 3 bo'lon ikkisi birisi-birisiga o'xshash bo'lgan 3 bo'lon. Unda bo'lsa qanday munosabat bo'ldi? Bu yerdagi 3 ni shunami? 3 ni nechaga bo'lib o'tamiz? 3 ni bu yerdagi 2 dan 5 ga bo'lib o'tganim nimaga teng bo'ldi? Bu yerdagi x ni shunami? Nimaga bo'lganimga 5 elingan x ga bo'lib o'tganimga teng bo'ldi degan gap. Unda bo'lsa bu tenglimni bir yechib taqayli. 3 ga 5 ni ko'paysam 15 nima elingan 3x teng necha? 2 dan 5 x mana. Unda bo'lsa 15 teng necha? 3x ni bu tarafga o'tib ko'rsam shunami? Unda bo'lsa 2 dan 6x, unda bo'lsa 2 dan 11x bo'lib ketdi degan gap. Unda bo'lsa x teng 15 ko'paytirilgan 11 dan 2. Unda bo'lsa x teng necha? 11 dan 30 mana. Qani B shunami? Amaliyotda biz bu yerda qaysi mazmunni ishlatdik? Biz keyingi soat darsimizda o'rganmoqchi bo'lgan 3 bo'lonning o'xshashligi deydigan bir dars bor. Ya'ni uchganda benzerlik. Biz uni o'rgangan vaqtda bularni texmo yaxshi tushuna olamiz. Shundami? Unda bo'lsa keyingi savolimizga qarab boqaylik. Masalan, qaraydigan bo'lsak ABE deb bir cho'ng 3 bo'lon bor ekan shundami? Andan keyin AB necha? 5, bu yer 12, bu yer 90 gradus ekan shundami? Tik bo'lonli 3 bo'lon. Nima debdi andan keyin? BAC 45 gradus. Qani? BAC 45 gradus. Unda bo'lsa bu 45 gradus bo'lsa, bu bo'lonmi 45 gradus shundami? Qanday bir xulosani chiqarib olamiz? AC shundami? Unda bo'lsa cho'ng bu 90 graduslik bo'lonniki bo'lon o'ttirsa degan gap. Yana nima deb beribdi bizga? BD bilan DE birisi-birisiga teng. BD bilan DE birisi-birisiga teng ekan shundami? Unda bo'lsa bu xil shaklda siz bo'lar. Ya'ni D degan BE ninki bu chiziqninki qanday? O'rtadagi bir nuqta. Shundami? Unda bo'lsa AD degan qanday bo'ldi? 3 bo'lon ABE ninki yan o'ttirisi. Bu savolda bizdan nimani so'rabdi? BC ning uzunligi teng necha deb so'rabdi shundami? Unda bo'lsa yana bir qaraydigan bo'lsak, bu bir tik bo'lonli 3 bo'lon, bu yer 5, bu yer 12 bo'lsa, bu yerdagi BE ning uzunligi necha chiqadi? 13 chiqadi shundami? BD bilan DE birisi-birisiga teng bo'lsa, unda bo'lsa BD ning uzunligi necha bo'ldi? 2 dan 13 degan gap. Ya'ni 13 ni 2 ga bo'latdim. Unda bo'lsa DE ning uzunligi mu 2 dan 13 degan gap. Navbatda qanday qilamiz? Bu yerdagi AC ni shundami? Bo'lon o'ttirisini bekaga vermeklik. Unda olsa men bu yerdagi CD ning uzunligini masalan x deb olsam, BC ning uzunligi, ya'ni bu uzunlik nimaga teng bo'lganda olsa 2 dan 13 shundami? Ya'ni bu yerdagi BD ning uzunligidan x ni chiqarib o'tganga teng. Bu yerdagi BC ning uzunligi shundami? Unda olsa bu yerdagi CE ning uzunligi nimaga teng bo'ldi? 2 dan 13 qo'shilgan bu yerdagi x. Shundami? Ya'ni biz bo'lon o'ttirisini o'rgangan vaqtda tafsiliy o'rgangan shundami? Masalan, ABE deb mushta bir 3 bo'lon bo'lsa, shundami? AC degan bu bo'lonniki bo'lon o'ttirisi bo'lsa, qanday bir munosabat bordi? Bu yerdagi AB ning uzunligini BC ga bo'lib o'tganim, shundami?
AI'nin uzunluğunu bu yerdeki CI'ga bölüp etkenге teng. Unda olsa bu münasebetke asasen yani 5'ni nimege bölgünüm? BC'nin uzunluğu 2'den 13 elingan 2. Ama bu yerdeki 12'ni nimege bölüp etkenimge bu yerdeki CI'nin uzunluğu 2'den 13 koşulgan 2. Unda olsa növbette biz bu tanımını bir iş bakaylı. 5'ke bunu köpeytimiz. Ama kaçlaştırıp köpeytimiz. Unda olsa 2'den 65 şunda mı? Onda olsa koşulgan 5 2. Anan dikinço 2'den 13'ke 13'ni köpeysem neçe buldu? 78 elingan 12 2. Minus 12 eksini tanımının sol tarafga ötketsem şunda mı? 5 2 koşulgan 12 2 teng 78 elingan 2'den 65 bulup ketdi. Şunda mı? Onda olsa 17 2 teng neçe? 78 degen 2'den 156 şunda mı? Elingan 2'den 65. Onda olsa 17 2 teng neçe? 2'den 156'dan 65'ni elvetsem 91 şunda mı? Onda olsa bu yerdeki x'ten neçe? 2'den 91 köpeytilgen 17'den 1. Onda olsa x'ten 34'ten 91 şunda mı? Biz növbette nimeni tapdık? Bu yerdeki CD'nin uzunluğunu tapdık. Bizden nimeni sorap diken? BC'nin uzunluğunu sorap diken şunda mı? Onda olsa BC digenim 2'den 13'ten 50'imiz 34'ten 91. Onda olsa məxrəcini oxşaş qılsam şunda mı? Yani 2'den 13 degenden astı üstüge 17'ni köpeytken vaxtında 34 bulup ketdi. 13'ke 17'ni köpeysem 221 elingan 34'ten 91. Ondaqda mən bunu bu yerə yazayım şunda mı? Tən 34'ten. Yani 221'den 91'ni elvəsəm neçə buldu? 130 buldu şunda mı? Onda olsa astı üstünü 2'ye bölüp etken vaxtında 17'den 65. Qine cevap şunda mı? Ondaqda qaraydigan bolsaq, məşqlərimiz axırlaşıbdı şunda mı? Bugünkü dərsimiz yan oturusığa münasibətlik məşqlərimiz şəhədə axırlaşdı. Həmmanlarga köpdən köp rəhmət.